Toshkent shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi mas'ul xodimlari tomonidan Yangihayot tumanidagi davlat byudjet tashkilotlarida navbatdagi monitoring nazorat tadbirlari bo'lib o'tdi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Bugungi kunda aholini sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlash va suv resurslaridan oqilona foydalanish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu maqsadda yurtimizning turli hududlarida, xususan xonadonlar va tashkilotlarga zamonaviy elektron suv hisoblagichlarini o'rnatish ishlari izchil davom ettirilmoqda. Tasvirga olish ishlarini Toshkent shahrining Yangihayot tumanida joylashgan 124-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida olib bordik. Mazkur dargohda 4 ta guruh mavjud bo'lib, 200 nafar oshiq bolajonlar ta'lim-tarbiya olishadi. Tabiiyki, bu yerda har kun ichimlik suvidan foydalaniladi. Tasvirga olish jarayonida Toshkent shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi mas'uli tomonidan nazorat monitoring ishlari olib borildi. Hurmatli Prezidentimiz 257-sonli qarorlarida hamda Vazirlar Mahkamasi 194-sonli qarorida va O'zbekiston Respublikasi 784-sonli qonunida byudjet hamda yuridik tashkilotlar hammasi elektron suv hisoblagichga o'tilishi shart. Hozirda byudjet tashkilotlari hammasi bosqichma-bosqich elektron suv hisoblagichga o'tmoqda. Toshkent shahar qurilish uy-joy kommunal xo'jaligi inspeksiyasi tomonidan bu orada o'rganishlar olib borilmoqda. Hozirda byudjet tashkilotlarida suv ta'minot korxonasi tomonidan 30 kunlik ogohlantirish akt, ya'ni davlat tomonidan beriladi. Agar 30 kun muddatga elektron suv hisoblagichga o'tmasa, inspeksiya tomonidan tegishli tartibda choralar ko'riladi. Qayd etish kerak, ayni kunlarda tuman va mahallalarda aholiga elektron hisoblagichlarning afzalliklari haqida tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Fuqarolar, jumladan yuridik hamda jismoniy shaxslar tomonidan ham ushbu yangilik ijobiy qarshi olinib, elektron hisoblagich suv iste'molini nazorat qilish hamda mablag'ni tejashga xizmat qilayotganini ta'kidlamoqdalar. Bizani suv sho'chigimizni elektron hisoblagichga o'tganmiz. Har yili suv inspeksiyasidan xodimlar kelib, kamchiliklar bo'lsa bartaraf etib ketishadi. Bundan bizda muammo yo'q shu kungacha. Va 15 ta joyda tochkamiz bor. Sho'chikda sim karta qo'yilgan bo'ladi. 1 yilda bir marta sim kartaga almashtirib turamiz yoki mablag'ini to'ldirib turamiz. Elektron hisoblagichga o'tganimizda bu bizga juda ham katta qulaylik yaratyapti. Moddiy tomonlama hisoblagichlarda ham unaqa qarzdorlik chiqib ketmaydi. Borini yozib ko'rsatib beriladi. Ancha foydasi bo'ldi bizga. Oldin hisoblagichlarini olib borib hisobotini topshirardik. Hozir esa masofaviy turib ham topshirsa bo'ladi. O'zini o'zi hisoblab boraveradi. Mutasaddilar tomonidan xuddi shunday nazorat tadbirlari Yangihayot tumanida joylashgan 32-sonli umumta'lim maktabida ham olib borildi. E'tirof etish kerak, elektron hisoblagichlar iste'mol qilingan suv hajmini aniq hisoblash imkonini berib, hisob-kitoblarda shaffoflikni ta'minlaydi. Bu esa aholi va kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar o'rtasidagi munosabatlarni yanada takomillashtirishga xizmat qiladi. Shuningdek, zamonaviy qurilmalar suv sarfini nazorat qilish, ortiqcha isrofgarchiliklarning oldini olish hamda suv resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatini ham yaratadi. Sardor Mirfuzalov, Jaloliddin Abdumavlonov, Poytaxt.